Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan juda muhim, hatto ta'bir joiz bo'lsa, dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot aminmanki nafaqat bevosita tegishli bo'lgan shaxslarni, balki ularning farzandlari, nabiralari, yaqinlarini ham chuqur o'ylantirib qo'yishi mumkin. Agar sizda bir nechta ko'chmas mulk bo'lsa yoki oilangizda nafaqaxo'r bo'lsa, yoki yaqin kelajakda shunday vaziyat yuzaga kelishi ehtimoli bo'lsa, demak, bugungi suhbatimiz aynan siz uchun. Men sizni bir daqiqaga ham chalg'imasdan diqqat bilan tinglashga chorlayman. Chunki beriladigan har bir tafsilot sizning oilaviy byudjetingizga, huquqlaringizga va kelajakdagi rejalaringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu juda jiddiy masala. Chunki o'zgarishlar allaqachon kuchga kirgan va ko'plab fuqarolarimizni bevosita qiziqtirmoqda. Shunday qilib, bugungi mavzu nafaqaxo'rlar agar ularda bir nechta kvartira bo'lsa, endi qo'shimcha to'lovlarni amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu xabar ko'pchilikni tashvishga solishi tabiiy. Keling, ushbu murakkab masalani to'liq tushunib olish uchun uning tubiga sho'ng'iymiz. Bu juda katta o'zgarish. Shuning uchun iltimos, hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va ushbu videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beraylik. Bu nafaqat siz uchun, balki atrofdagilar uchun ham juda foydali bo'ladi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Uzoq yillar davomida mamlakatimizda xususan nafaqaxo'rlar uchun mol-mulk solig'iga oid muayyan imtiyozlar amalda bo'lgan. Bu imtiyozlar nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ularning hayotini bir oz bo'lsa ham yengillashtirish maqsadida joriy etilgan edi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, qonunchiligimizga ko'ra nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lgan, ya'ni shaxsiy mulk huquqi asosida egalik qiladigan bitta turar joy uchun mol-mulk solig'idan to'liq ozod etilgan edilar. Bu degani, agar nafaqaxo'rning nomi va mulk huquqi hujjatlarida faqat bitta kvartira yoki bitta uy qayd etilgan bo'lsa, u bu mulk uchun yillik mol-mulk solig'ini to'lashdan butunlay ozod bo'lgan. Bu chora tadbir ko'plab keksa avlod vakillari uchun juda katta yengillik edi. Chunki nafaqa miqdori ko'pincha juda katta bo'lmagan va har bir so'm oilaviy byudjetda muhim ahamiyat kasb etgan. Davlat bu orqali ularni qo'llab-quvvatlashga intilgan. Shu bilan birga bu imtiyoz odatda kommunal xizmatlar uchun to'lovlar yoki boshqa majburiy to'lovlarga taalluqli emas edi. Faqatgina aynan mol-mulk solig'idan ozodlikni nazarda tutgan. Biroq, hurmatli tomoshabinlar, hozirda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Moliyaviy tizimning barqarorligini ta'minlash, soliq bazasini kengaytirish va umumiy adolat prinsipiga rioya qilish maqsadida mamlakatimizda soliq qonunchiligiga bir qator jiddiy o'zgartirishlar kiritildi. Bu o'zgartirishlar avvalambor ko'chmas mulkka egalik qilish bo'yicha imtiyozlarga ham ta'sir qildi. Endilikda nafaqaxo'rlar uchun mol-mulk solig'iga oid avvalgi mutlaq imtiyoz biroz cheklandi. Yangi qonun hujjatlariga ko'ra, nafaqaxo'rlar faqatgina bir dona turar joy uchun, ya'ni o'zlari doimiy yashab turgan va ro'yxatdan o'tgan asosiy turar joylari uchun mol-mulk solig'idan ozod etiladilar. Agar nafaqaxo'rning mulkida ikkinchi, uchinchi yoki undan ko'proq turar joy obyektlari, kvartira, uy, kottej va hokazo mavjud bo'lsa, ular bu qo'shimcha mulklar uchun umumiy tartibda mol-mulk solig'ini to'lashlari shart bo'ladi. Bu degani, agar sizning ismingizda ikkita yoki undan ortiq kvartira, uy yoki boshqa turar joy mulki mavjud bo'lsa va siz nafaqada bo'lsangiz, faqat birinchi mulkingiz, odatda o'zingiz yashayotganingiz uchun soliq imtiyozi saqlanib qoladi. Qolgan mulklar uchun esa siz amaldagi qonunchilikda belgilangan stavkalar bo'yicha to'liq mol-mulk solig'ini to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi soliq yuki taqsimotini yanada adolatli qilish. Shuningdek, davlat byudjetiga qo'shimcha mablag'larni jalb qilishdan iborat. Bu juda muhim o'zgarish bo'lib, ko'plab oilalarning byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Va shuning uchun bu masala bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lish har bir fuqaro uchun zarurdir. Bu o'zgarishlar faqatgina jismoniy shaxslarga, ya'ni mulk egalariga taalluqli bo'lib, ularning huquq va majburiyatlariga yangicha yondashuvni talab qiladi. Birinchi asosiy qism nimani bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kim tashvishlanmasa ham bo'ladi. Endi esa ushbu yangi tartibning tafsilotlariga chuqurroq kiramiz. Kimga bu o'zgarishlar to'g'ridan to'g'ri tegishli bo'ladi va kimga tashvishlanmasa ham bo'ladi? Bu savollarga aniq javob berishimiz kerak. Kim tashvishlanishi kerak? Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va sizning nomingizda, ya'ni mulk huquqi hujjatlariga ko'ra
ikkita yoki undan ko'proq turar joy mulki qayd etilgan bo'lsa, siz ushbu yangi qonuniy tartibga muvofiq mol mulk solig'i bo'yicha qo'shimcha to'lovlar qilish majburiyatiga duch kelasiz. Bu mulklar kvartiralar, shaxsiy uylar, kottejlar, hovli uylar yoki boshqa turdagi turar joy obyektlari bo'lishi mumkin. Muhimi, ular ro'yxatdan o'tkazilgan va sizning mulkingiz hisoblanishi kerak. Masalan, bitta shaharda ikkita kvartira yoki shaharda kvartira va qishloqda uyning bo'lishi shular jumlasidandir. Keling, real hayotdan bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Bir misol, Dilshod opa, 72 yoshda. U uzoq yillar o'qituvchilik qilib endi nafaqada. Uning o'zi yashaydigan bir xonadonli kvartirasidan tashqari shaharning boshqa bir tumanida nabirasi uchun olib qo'ygan. Hozircha bo'sh turgan ikkinchi 3 xonali kvartirasi bor. Ilgari Dilshod opa ikkala kvartira uchun ham mol mulk solig'idan to'liq ozod edi, ammo endi vaziyat o'zgardi. U o'zi yashayotgan birinchi kvartirasi uchun soliq to'lashdan ozod bo'ladi. Lekin ikkinchi bo'sh turgan kvartirasi uchun mol mulk solig'ini umumiy tartibda to'lashga majbur bo'ladi. Aytaylik. Bu ikkinchi kvartiraning kadastr qiymati 400 million so'm bo'lsin. Amaldagi soliq stavkasi masalan 20 xamakka bo'yicha hisoblaganda Dilshod opa yiliga 1 million so'm 400 ming yo'l. 2025 qo'shimcha mol mulk solig'ini to'lashi kerak bo'ladi. Bu uning nafaqasiga sezilarli ta'sir qiladi. Ikki misol, Azim aka 68 yoshda. U tadbirkorlik bilan shug'ullangan va o'z farzandlariga meros qoldirish maqsadida shaharda 3 ta kvartira sotib olgan edi. Hozir u nafaqada va bir kvartirada o'zi yashaydi. Ikkinchi kvartirada uning to'yi yaqinlashib kelayotgan o'g'li yashaydi. Uchinchi kvartira esa ijara asosida berilgan. Ilgari u 3 ta mulk uchun ham soliqdan ozod edi. Endi Azim aka faqatgina o'zi yashab turgan birinchi kvartirasi uchun imtiyozdan foydalanadi. Ikkinchi va uchinchi kvartiralar uchun esa to'liq miqdorda mol mulk solig'ini to'lashi shart. Agar har bir qo'shimcha kvartiraning kadastr qiymati 300 million so'mdan bo'lsa, u har bir kvartira uchun yiliga 750 ming so'mdan 2025 soliq to'lash kerak. Demak, Azim aka yiliga jami 5 million so'm 750 ming plus 750 ming qo'shimcha soliq to'lashi lozim bo'ladi. Uch misol, Nodira opa 65 yoshda. Uning Toshkent shahrida o'zi yashaydigan kvartirasi bor. Yozgi mavsumda esa oilasi bilan dam olish uchun Toshkent viloyatida joylashgan dala hovlisidan foydalanadi. Ilgari Nodira opa bu ikki mulk uchun ham soliq imtiyoziga ega edi. Yangi qonunchilikka ko'ra u Toshkentdagi asosiy kvartirasi uchun soliqdan ozod bo'ladi. Lekin Toshkent viloyatidagi dala hovlisi uchun mol mulk solig'ini to'lashi shart. Agar dala hovlisining kadastr qiymati 2,5 million so'm bo'lsa, u yiliga 625 ming so'm 2,5 qo'shimcha soliq to'lash kerak bo'ladi. Bu ham Nodira opaning byudjetiga ta'sir qiladi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, ikkinchi yoki uchinchi turar joy mulkiga egalik qiluvchi har bir nafaqaxo'r endilikda qo'shimcha soliq yukiga tayyor turishi kerak. Kimga tashvishlanmasa ham bo'ladi. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va sizning nomingizda faqatgina bitta turar joy mulki, ya'ni faqat bitta kvartira yoki bitta uy qayd etilgan bo'lsa, sizga tashvishlanmasa ham bo'ladi. Chunki sizning holatingizda eski imtiyoz to'liq saqlanib qoladi. Siz o'zingiz yashaydigan va mulkingiz hisoblangan yagona turar joyingiz uchun mol mulk solig'ini to'lashdan butunlay ozod bo'lasiz. Bu degani birgina uy yoki kvartiraga egalik qiluvchi ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun hech qanday o'zgarish yo'q. Ular avval qanday bo'lsa, shundayligicha soliqdan ozod bo'lib qoladilar. Faqatgina bir mulk egalari uchun soliq yuki oshmaydi. Ular avvalgi kabi himoyalangan hisoblanadilar. Bu qoidani bilish va uni tushunish juda muhimdir. Chunki bu ortiqcha xavotirlarning oldini oladi. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va ko'pchilikka sezilmas bo'lishi mumkin bo'lgan nozikliklar mavjud. Ular haqida bilish to'g'ri qaror qabul qilishda va ortiqcha muammolardan qochishda yordam beradi. Birinchidan, birinchi turar joy tushunchasining aniqlanishi. Qonunchilikda nafaqaxo'r o'zi uchun qaysi turar joyni asosiy, ya'ni soliq imtiyozi qo'llaniladigan mulk deb hisoblashni tanlash huquqiga ega. Bu juda muhim nuans. Ya'ni agar sizda bir nechta mulk bo'lsa, soliq organlari siz uchun avtomatik ravishda birortasini tanlamaydi. Siz o'zingiz uchun eng qulayini, masalan, kadastr qiymati eng baland bo'lganini tanlashingiz mumkin.
Chunki shu orqali soliq yukingizni kamaytirasiz. Buning uchun siz tegishli ariza bilan soliq idoralariga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Aks holda soliq idoralari o'zlariga ma'lumot berilgan dastlabki mulkni imtiyozli mulk sifatida qabul qilishi mumkin. Bu esa har doim ham sizga foydali bo'lmaydi. Bu esa muhim xarajatlarni talab qilishi mumkin. Ikkinchidan, umumiy mulkchilik. Agar turar joy mulki bir nechta shaxsning, masalan, xotinning umumiy mulki hisoblansa, vaziyat biroz murakkablashadi. Bunday hollarda mol-mulk solig'i har bir mulkdorning ulushiga mutanosib ravishda hisoblanadi. Agar xotindan biri nafaqaxo'r bo'lsa va u faqat o'zining ulushi uchun imtiyoz talab qilsa, bu masala alohida ko'rib chiqiladi. Misol uchun, agar kvartira ehtimol-yetim ulushda va xotinga tegishli bo'lsa va xotin nafaqaxo'r bo'lsa, u o'zining ehtimol-yetim ulushiga nisbatan soliq imtiyozidan foydalana oladi. Esa o'zining ulushi uchun soliqni to'lashi shart bo'ladi. Agar nafaqaxo'rning nomi bir nechta mulklarda umumiy mulkdor sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, u yana bir bor yuqorida aytilgan tanlov huquqiga ega bo'ladi. Bu kabi holatlarda yuridik maslahat olish juda muhim. Uchinchidan, meros orqali olingan mulklar. Ko'pincha nafaqaxo'rlar qo'shimcha mulklarni meros orqali qabul qilib oladilar. Bu holda ham mulkning qanday yo'l bilan qo'lga kiritilganidan qat'iy nazar qoida o'z kuchini saqlab qoladi. Meros orqali olingan ikkinchi yoki uchinchi turar joy uchun ham mol-mulk solig'i umumiy tartibda hisoblanadi. Shunday qilib, agar bobongiz yoki buvingiz sizga ikkinchi kvartirani meros qoldirgan bo'lsa va siz nafaqada bo'lsangiz, u holda ushbu meros qolgan mulk uchun ham soliq to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu holatda mulkning paydo bo'lish tarixi soliq yukining miqdoriga ta'sir qilmaydi. To'rtinchidan, yashash uchun yaroqsiz deb topilgan mulklar. Ayrim hollarda mulk egasi nafaqaxo'r bo'lgan holda uning mulkida mavjud bo'lgan ikkinchi turar joy obyekti yashash uchun yaroqsiz deb topilgan yoki avariya holatda bo'lishi mumkin. Bunday hollarda qonunchilikda muayyan istisnolar ko'zda tutilishi mumkin. Ammo bu holat har bir alohida vaziyatda kadastr agentligi va soliq idoralari tomonidan maxsus tartibda ko'rib chiqiladi. Buning uchun tegishli ekspert xulosalari va rasmiy hujjatlar talab qilinadi. Shunchaki yashash uchun yaroqsiz deb og'zaki aytish yetarli emas, uni rasman tasdiqlash zarur. Beshinchidan, mulkning maqsadini o'zgartirish. Agar nafaqaxo'rning mulkidagi ikkinchi obyekt turar joy maqomidan noturar joy maqomiga o'tkazilsa, masalan, ofis, do'kon yoki ishlab chiqarish maydoni, u holda u uchun mol-mulk solig'i endi jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i emas, balki boshqa turdagi soliqlar, masalan, yuridik shaxslardan olinadigan soliq agar mulk yuridik shaxsga ijara asosida berilgan bo'lsa yoki tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq boshqa soliqlar doirasida ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ham o'ziga xos murakkabliklarga ega. Chunki maqom o'zgarishi ko'plab byurokratik jarayonlarni talab qiladi. 6-dan, vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazish. Agar nafaqaxo'rning ikkinchi mulkida kimdir vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan bo'lsa ham, bu soliq imtiyoziga ta'sir qilmaydi. Mol-mulk solig'i mulk egasining doimiy yashash joyi asosida emas, balki mulkning mulkdorlik hujjatlarida kimning nomiga rasmiylashtirilganligi asosida hisoblanadi. Vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan shaxs bu yerda soliq yukiga ta'sir etmaydi. Shu kabi nozikliklar va istisnolarni bilish sizga vaziyatni to'g'ri baholash va ehtimoliy moliyaviy yo'qotishlarning oldini olishga yordam beradi. Har bir holat individual ravishda ko'rib chiqilishi kerakligini unutmang. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Agar siz ushbu videoni ko'rib, o'zingizga yoki yaqinlaringizga taalluqli deb o'ylagan bo'lsangiz, nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Mulk hujjatlaringizni to'liq ko'zdan kechiring. Birinchi navbatda sizga tegishli bo'lgan barcha ko'chmas mulk obyektlarining hujjatlarini to'plang. Bular kadastr pasportlari, mulk huquqi to'g'risidagi guvohnomalar, sotib olish-sotish shartnomalari, meros huquqi to'g'risidagi guvohnomalar va boshqa shunga o'xshash hujjatlar bo'lishi mumkin. Ularni diqqat bilan o'rganib chiqing va o'z nomingizda nechta turar joy obyekti borligini aniqlang. Bu mulklarning kadastr qiymati haqidagi ma'lumotlarni ham tekshiring. Chunki soliq miqdori bevosita shu qiymatga bog'liq bo'ladi. Kadastr agentligining ma'lumotlar bazasini ham tekshirishingiz mumkin. 2. Soliq idoralariga murojaat qiling. Agar sizning nomingizda ikkita yoki undan ortiq turar joy obyekti mavjud bo'lsa, siz yashash joyingizdagi soliq inspeksiyasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz shart. Bu juda muhim qadam.
murojaat qilmasangiz. Soliq idorasi siz uchun eng qimmat mulk imtiyozi deb hisoblamasligi mumkin. Bu esa siz uchun noqulay vaziyatni keltirib chiqaradi. O'zingizga qaysi turar joy mulkini asosiy soliq imtiyozi qo'llaniladigan deb tanlashni istayotganingizni aniq belgilab olishingiz kerak. Odatda kadastr qiymati eng yuqori bo'lgan mulkni imtiyozli deb tanlash moliyaviy jihatdan eng foydali yechim hisoblanadi. Chunki bu eng katta soliq yuki kamaytiradi. Ochiq qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Soliq idorasiga borayotganingizda quyidagi hujjatlarni o'zingiz bilan olib borishga tayyor turing. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, asl nusxasi va bir nusxasi va nafaqaxo'rlik guvohnomasi, asl nusxasi va bir nusxasi va barcha mulklaringizning kadastr pasportlari yoki ularning nusxalari, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, guvohnomalar, shartnomalar nusxalari, o'zingiz tanlagan asosiy turar joyning manzili va uning mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat ma'lumotlari. 4. Ariza yozish tartibi. Soliq inspeksiyasida sizga mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozni qo'llash uchun ariza namunasi beriladi. Bu arizada siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, nafaqaxo'rlik holatingizni, shuningdek sizda mavjud bo'lgan barcha turar joy mulklari haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Eng muhimi, arizada siz aynan qaysi mulkni mol-mulk solig'idan ozod etishni so'rayotganingizni aniq ko'rsating. Bu ariza odatda 2 nusxada tayyorlanadi. Bir nusxasi soliq idorasida qoladi. Ikkinchisi esa sizda qoladi. Soliq inspeksiyasi xodimi sizning arizangizni qabul qilganligi haqida belgi qo'yib, sanani ko'rsatishi shart. Bu hujjat sizning imtiyozdan foydalanish huquqini tasdiqlovchi asosiy dalil bo'ladi. 5. Soliq to'lovlarini hisoblash va monitoring. Arizangizni topshirganingizdan so'ng soliq idoralari sizning ma'lumotlaringizni qayta ko'rib chiqadi va sizga tegishli soliq xabarnomasini yuboradi. Ushbu xabarnomada sizning ikkinchi va keyingi mulklaringiz uchun hisoblangan mol-mulk solig'i miqdori aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Bu xabarnomani diqqat bilan o'rganing. Agar unda xatoliklar yoki tushunmovchiliklar mavjud bo'lsa, darhol soliq idorasiga murojaat qiling. Soliq to'lovlarini belgilangan muddatlarda amalga oshirishni unutmang. Aks holda penya yoki jarimalar qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, har yil soliq ma'lumotlarini tekshirib turishni odat qiling. Chunki kadastr qiymati o'zgarishi yoki soliq stavkalari yangilanishi mumkin. 6. Huquqiy maslahat. Agar sizning vaziyatingiz biroz murakkab bo'lsa, masalan, umumiy mulkchilik noturar joyga o'tkazish rejasi, meros masalalari, malakali yurist yoki soliq maslahatchisidan yordam so'rashdan tortinmang. Ba'zida kichik bir maslahat katta moliyaviy muammolarning oldini olishi mumkin. Siz davlat xizmatlari markazlarida ham mutaxassislar bilan maslahatlashishingiz mumkin. Bu qadamlar nafaqaxo'rlar uchun yangi moliyaviy majburiyatlarni to'g'ri tushunish va ularga rioya qilishda yordam beradi. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalaning. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli do'stlar. Bugun biz juda muhim va ko'pchilikni qiziqtirgan mavzu nafaqaxo'rlar uchun ikkinchi va keyingi mulklar uchun mol-mulk solig'ini to'lash majburiyati haqida batafsil gaplashdik. Biz bu o'zgarishlarning sabablarini, avvalgi va hozirgi tartib o'rtasidagi farqlarni, shuningdek kimga bu o'zgarishlar tegishli ekanligini misollar bilan ko'rib chiqdik. Qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va amaliy qadamlar bo'yicha ham zarur ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Esingizda bo'lsin, faqat bitta turar joyga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun hech qanday o'zgarish yo'q. Ular avvalgidek imtiyozdan to'liq foydalanadilar. Agar sizda bir nechta mulk bo'lsa, siz o'zingizning asosiy mulkingizni tanlab, soliq idorasiga ariza bilan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu sizning moliyaviy yukingizni optimallashtirishga yordam beradi. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va savollaringizga javob topishga yordam berdi. Bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlarga yetkazishimiz kerak. Chunki bu har birimizning oilaviy byudjetimizga bevosita ta'sir qiluvchi masala. Endi esa men sizdan bir iltimos qilmoqchiman. Bugungi mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni, savollaringizni ehtimol shaxsiy tajribangizni video ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz, har bir savolingiz muhim. Balki sizning savolingiz boshqa tomoshabinlar uchun ham dolzarb bo'lar. Biz ularni o'qib chiqamiz va keyingi videolarimizda javob berishga harakat qilamiz. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishing, ularning ham xabardor bo'lishlariga yordam bering. Va albatta, bizning kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang.
Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.